99% avtomatlarda uchramaydigan nagrevatel, nержавеющий stal, nakib yig'maydigan, kam rasxod qiladi, uzoq muddat xizmatingizni qilib beradi. Avtomat shunaqa qop-qora ko'rinishda, 6 kilo kir yuvadi, modern va high-tech stilida kombinatsiya qilingan. Asosiy 15 xil programmasi bo'ladi, qo'shimcha 30 xil dop opsiyasi ham bor. Elektr samaradorligi A++ klass bilan 50% gacha ekonom qilib beradi. 1 yilga bor yo'g'i 170 kilovat tok rasxod qiladi. Xuddi shu brendda aynan shunaqa 6 kiloligini $350 sotayotgan ekan. Taxmin qilib ko'ringlar, men bu narxini sizlarga nech pulgacha arzon qilib qo'ya olaman. Stem wash, ya'ni par bilan yuvish opsiyasi ham bor. Shunaqa bakteriyalarni sterilizatsiya qilib beradi. 99 va 99% ketkizib yuboradi. Eshigidagi oynalari ham двойной, barabanlari даже обновить qilingan, teshiklari kichkina, tikanli, shirsinli, puxli kirlarni bemalol yuvarasizlar. Agarda men shu avtomatni sizlar taxmin qilib ko'rgan narxlardan ham arzon etsam, shu videoni hamma yoqlarga jo'natib yuborasizlar. Bilmaydiganlar uchun bo'yi 85 cm, eni 60 cm, glubinasi bor yo'g'i 38 cm bo'ladi. Ofitsialniy motoriga 10 yil garantiya beriladi. Agarda svet o'chib qolib, ichidagi kirni ola olmayotgan bo'lsangiz, eshigi ochilmayotgan bo'lsa, kurchogini shuni tortingiz, bemalol olsanglar bo'ladi. Ba'zi joylarda haligacha $350 dan $1 arzon sotilmayotgan shunaqa Frankoni yarim narxkanali bor yo'g'i $229 qilib beradi. Sotib olaman desangiz shunaqa hech qanday narxlarda podpiskani bosib qo'ying bittada.